Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Dazma. Xo'sh do'stlar, bugungi videoda biz sizlar bilan mana shu jonajon o'zimizni jonajon qishloqni portlatamiz. Xo'sh, bunda biz oddiy portlash emas, bu mana shu qishloqni o'ziga nechta TNT ketishini hisoblab ko'ramiz. Qani bo'lmasam do'stlar, biz videoni boshladik. Xullas do'stlar, men hozir butun joyni o'rab chiqaman. Albatta, lekin o'sha men bu qishloqni xuddi mana shunaqa uylarga o'xshab terib chiqaman tinchlarni. Xullas, men hozir bularning nechta TNT ketishini sanab chiqamiz. TNT qayerda mana? Agar meni hali ham obuna bo'lmasdan kuzatib turgan bo'lsangiz, hozirroq obuna bo'ling. Bundan ham qiziqarli videolar hali ko'p. Bizni birinchi uyimiz tayyor. Do'stlar, mana bizni birinchi uyimiz, ikkinchi uyimiz ham tayyor. Ana endi ikkinchi uyimiz ham tayyor. Navbat uchinchi uyimizga. Do'stlar, men уже 4-chi uyga kelib, qo'llarim juda ham charchab ketdi. Endi 5-chi uyda hammasiga degani, hammasini hisoblasak 200 tadan oshayapti. Ana endi 1, 2, 3, 4, 5 bu 6-chi uyimiz ekan. Men bu katta uylarga lekin qilaman do'stlar, men endi chunki qo'lim juda ham og'rib ketyapti. Portlatishim ham kerak. Lekin portlatganda juda ham uzoqqa qochishim kerak bo'ladi. Do'stlar, mana bu 11-chi uyimiz qo'yapmiz. Portlatsam umuman bu yerdan asar ham qolmasa kerak. Aytgandek, bu qishloqning siydan nomi. Mana do'stlar, men o'sha bo'ldim, kichkina uylarda qoldim. Katta uylarda qolmadim. Biz bunda 14 ta uy ketdi bunga. To'g'ri, 14 ta uyda TNT qoldim. Bunga esa TNT kamida 700 ta TNT ketdi. 700 yoki 600, men sanoqda adashib ketib qoldim va sanayotgandim. Shunga hozir sal taxmin qildim, 600 yoki 700 chiqdi. Ana endi buni portlatish tanlanadi. Mayli, portlataman. Bog'dan yaqin yetib boradim degan savol bor. Mayli, sizlar uchun portlataman. Shu joyga bitta like bilan obunani bosib keting, sizdan nima ketadi?
tezkor sanoqni boshlaymiz. 3 2 Jitelar haqida. Mayli hozirda o'zida ham qanaqadir challenge qo'yamiz. Xullas bu yerda naqd bitta emas, ikkita emas, 3 ta galim qo'yamiz bu yerga. Xullas 3 tadan nechta galim qoladi? Xullas ko'ramiz. Menimcha hech qaysi galim omon qolmaydi. 1 2 3 endi jazoni olamiz va boshqadan teskari sanoqni boshlaymiz. 3 2 1 tez sur butun surish kerak. Hozir bu manzarani ko'rish kerak, lekin hozir bu yoqqa o'tib olay. Portladim degan savol bor. Hozir 1 daqiqa, nega portlamadi bu? Portlatish kerakmi? Qotdi. Ishlayapti server lekin. Menimcha portlamadi. Bu server shunaqa endi xullas uzoqqa ketib qolsa ishlamay qolar ekan bo'ldi. Lekin yaqinroq bo'lsam qotadi-da. Mayli shu tam bunday chiroyli manzarani ko'rib turamiz. Voy buni telefonim qotisha boshladi. O'tib bormasa bo'ldi. Voy. Nimalar bo'lib ketyapti shu ro'yobni bo'lib ketyapsizlar. Voy. Nimalar bo'lib ketyapti bu yerda. Voy. Nimalar bo'lib ketdi bu yerda. Hali galimlar. Yo, bitta galim sog' qolibdi. Shu galim uchun bitta like bosib keting. Albatta bitta mana shu galim qolibdi. Boshqa hech qayoq portlamayapti. Portlamadi. Endi nega bular qoldi degan savol bor. Va bularni ham hozir qo'yamiz. Qoch endi butun. Qoch. Ikkana bom. Qotdi. Voy. Voy. Menimcha obsidian blokni ham sindirib tashladi. Bunaqa portlash. Butun qishloq portlash. Mana qarala, voy nimalar bo'lib ketdi bu yerda. Voy. Yes. Nimalar bo'lib ketdi. Tomosha uchun rahmat. Barchalarga xayr.